Assalomu alaykum San'at do'koni mijozlari. Yaxshimisizlar, ishlaringiz yaxshimi? Bugun bizni xaziyamiz bor edi va biz Nasaf avtomobil bozoriga yetib kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. San'at do'konimizdan xaziyamiz. Shu xaziyamizni hozir o'z egalariga topshiramiz. Ketdik unda. Nasaf avtomobil bozorida San'at do'konini biladigan odamlar juda ham ko'p ekan. Endi esa davom ettiramiz va o'z egasini topamiz. Xaziyamizni ketdik. O'z egasini topdik. Hozir esa videoni oxirigacha ko'ring. O'zingiz ko'rasiz kimligini. Ketdik. Bu akamizni semishkasini chopmagan odamni o'zi yo'q bo'lsa kerak va tanimagan odamni o'zi ham ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchab yotibsiz? Sizga bu? Rahmat sizga. Nima edi bu? Bumi? Bu mikrofon bu akajon. Anondan emasmi? Yo'q. Qadiydan emasmi? Brenddan? Standart. Ha, standart do'konimizdan xaziyamiz bor. Sizni qidirib kelyapti o'z oyoqlari bilan. Rahmat. Ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Bir ochib ham ko'ring. Lekin nima desam? Yurakdagi gapni aytaman-da. Bemalol Bu narsani akajon. kutganim ham yo'q, yomsa qadrdonlar uyushtirilgan deb o'ylamanglar. Seriyoz aytaman. Qaysi magazinga bormanglar, hamma joyga sifatli narsa bor. Lekin narxi bo'yicha standartga borib bir tur solishtiringlar aytasizlar. Bildira birdan standart. Bu yurakdan gap. Bu sovg'a uchun, narsa uchun emas. Albatta. Samarqanddan bizni mehmonlarimiz kelgan. Bu simishkadan qancha olsam yaxshi bo'ladi? Samarqandlik mehmonlar aka ko'rsangiz pulga sotolmayapti. Pulga sotolmaydi. Ha, vijdonim qiynaladi. Endi sizlar bunday qilib berdinglar, mana men endi shunday qilib beraman. Xijolat bo'lib qoladi, bu sizga sovg'amiz. Kashkan ushlab turing. Mana aka. Vatan uchun bu. Xalq uchun. Mana uchastkavoy uchun. Mana raislar uchun. Mana kolxoz uchun. Tizim uchun. Bu standartdagi ishlaydigan har bir xodim uchun. Rahmat akajon. Sizni kutib qolamiz yana sizlar do'koniga. Kelishingizda. Akajon. Yaxshi ko'rishaylik. Charchamang.